8 oktyabr uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2025-yil 8 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, AQSh dollari 15,78 so'mga qimmatlashib, 12,038,68 so'mni tashkil etdi. Yevro 18,40 so'mga qimmatlashib, 14,044,32 so'm bo'ldi. Funt sterling 29,63 so'mga qimmatlashib, 16,184,80 so'm. Rossiya rubli 1,87 so'mga qimmatlashib, 146,62 so'm. Xitoy yuani 2,22 so'mga qimmatlashib, 1690,92 so'm. Yaponiya yenasi 0,09 so'mga arzonlab, 79,86 so'm bo'ldi. Qozoq tengisi 0,17 so'mga qimmatlashib, 22,25 so'mni tashkil etdi.